6 metrli shirinlik uchun konteynerimiz xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Shirinlik, kofe, supu sotar ekanlar aka. Yonida ham oynasi bor, high-tech oyna. Fasadi полный mokriy alkabon bo'lgan. Ishlarni ko'rsatib beramiz. Devorlari MDF dekor. Patologi dekor plast. Mana bunaqa high-tech lampochkalar bilan qo'yib berdik. Kirib yotibdi ozgina. Xo'p, poli kafel bo'lgan 60 granit. Eshiklari ikkita tabaqali. Bitta avtomatlari qo'yilgan. Bitta high-tech lampochka, tepa-past yonadigan svetillik. Bo'yi baland konteynerdan qilib berdik, 290 lik konteynerdan. Xudo xohlasa cho'tga chiqdi.